umuman ishxonalarda odam ko'p ekanda, shunga salqinga chiqib qoldim. Ha, hayron qoldim, men kirmadilar deb. Mashqqa o'tirib olaman. Men tillalarim bor edi. Shunga qimmat olar ekansizlar. U Instagramda ko'rgan edim. Ha, albatta qimmat olamiz. Bu menda brilliant. 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 Brilliantga o'xshamayapti-yu. Yo'q, men shunaqa sotishgan edi lekin. Yo'q, bu brilliant emas. Buningiz mana 14 karat qo'yibdi, 585. Bu 700 emas, bu 3.9 ekan. 700 deb o'ylamadingiz? Da, shuni qilib o'ylagan edim. Qarang, bularning toshi oddiy, brilliant emas. Endi uni arzonga olib qolasizmi? Arzon emas, qimmat olib qolaman. Toshlari prosta ozgina minus bo'ladi. 25 u 59 gram ekan. 585 izgu. 25 u 59 bo'lsa, toshlarga 0.8 minus bo'ladi. Grami 1 million 40 mingdan. 25 million 781 ming bo'lyapti. Buningiz 25 million 781 ming. Oho, gram og'ir ekan, 3.9 izda. Yo'q. 36 million 670 ming so'm bo'lyapti. O'sha qanchaga 670 ming so'm qo'shamiz. 670 ming so'm qo'shsak 62 million 451 ming bo'layotgan ekan narsangiz. Voy, shuni tekst qilib 60 chiqib qo'ysizlar edi. Voy, o'zi qimmat hisoblab bera olmadim. Yo'q, men sizni Instagramdan ko'rib kelgan edim-da. Shuni 60 chiqib bera qoling. Hop. 62 million 450 ming bo'lsa, o'zi. Shuni brilliant deb o'ylagan edim. Sovg'a qilishgan dedingizmi? Da, sovg'a qilishgan. Shunaqasi bo'lib turadi, bunaqasi. Ko'p bo'lib turadi. Men sovg'a qilayotganda hamma narsasi maqtaydi. Mayli, shunaqa bo'lsa, men sizga tekis 60 deyapsizmi? Instagramdan ko'rib qo'yasiz, to'g'rimi? Da, Instagram. Bo'ldi. Bitta o'zingiz qilib berarsiz, 63 million qilib beraman. Bo'ldi, Hop. Bitta 60 million. Yana sizga 3 million berishim kerak men. Mana. 3 million. Общий 63 million pul bo'lyapti. Keyin safar oldinroq telefon qilib qo'ysa, sizga отдельный javob qo'yaman. Bo'ldi. Oldindan. Rahmat, charchamang. Sog' bo'ling. Rost bo'ling.